Hammaga assalomu alaykum. Bugun 30-may kuni analiz har kunday boshlaymiz. Birinchi bo'lib o'tamiz qaysi bir ishlab berdi, ishlab bermadi va keyin analizda o'ziga o'tamiz. İtak, indeks dollar kecha o'ylashim bo'yicha olish kerak edi, olmadi. Shu turish pastga ketib qoldi. Bu yoqgacha hali kelmadi. Так что biza kirishsiz. Yevro dollar kecha bu yoqdan kirish analizdan bo'lgan, ancha yurib bergan kecha mana bu joydan mana zo'rgina minus tiqib, bu yoqdan bitta сделка bordi, no уже unchalik emas. Qanday desam, bu yoqdan kirish bo'lgan edi, stopchani oldim, anchagina yurib berdi. Stopni qoplasa bo'laydi-da, lekin bu yoqdan уже kirish hisobga kirmaydi. Bittagina minuscha bor. Yevrodan o'zi kecha zo'rgina minuslarni oldimda, bo'la 1/3 yurib, menga bitta plus mani qoplab berdi. Kamida 1/3 hisoblaymiz, atak 1/7,5 yurib bergan edi. GBP USD tak hech narsa yo'q bizning uchun, hali ham o'sha chaynash emas, yurayotibdi-da, lekin bizning uchun kirish hozirchalik yo'q. Out USD zo'rgina ikki tomonga ham yurib berdi. Ikki tomonga men bu yoqdan oldim, bu yoqdan ham 1/4,5. Buni даже men adashmasam signal ham bergan edim Telegram gruppaga. Taklif qilgan edim. Shunday desa bo'ladi. 1/4 yurib berdi. Yana plus 1 qo'yamiz. Bizaga 1/3 kerak. Kamida. NZD USDdan kelmagan, nomatik. Bu yoqdan men ishlamagan edim. Дальше USD cat тоже kelmagan edi. Bugun ishlab ko'rsak bo'ladi, zonamiz bor. USD chef ishlamaganiga 1/7,5 bergan edi. Даже 1/8 ham 1/9 ham yurib bergan edi. Men bu yoqdan to'g'risi uncha yoqmaydi. USD chef men ishlamadim. Yevro GBPdan mana bu joylardan kirish bor edi, mani bezubitik bilan olib ketdi. Bu yoqdan minus hisob olishim qiyin masala, chunki bezubitik bo'ldi. Stop lossgacha ham bormadi. Mabodo yana pastga ketish mumkin-da. Bu yoqdan bizaga kirish bermagan edi. Mana bizga birinchi kirish, mana bizga ikkinchi kirish desak bo'ladi. Mana bu joydan harakat qilib ko'rsak bo'lar edi. Pastdan esa pastdan bermadi. Bugun ishlab ko'rsak bo'ladi. Analiz keyin. GBP NZD tak, bu yoqqacha ham kelmagan. Bu yoqdan biz ishlab olganimiz. Men ishlagandim, buni kecha ko'rsatuvdim, buni olganman buni. Tak, bu yoqdan hech narsa yo'q. Yevro cat, Yevro NZD. To'g'risi, Yevro outga stopcham qang'illatib yedim. Boshqa variant bo'lmadi. Ikkita stop. Mana bu joydan bitta stopni yedim. Mana bu narsani men keyin ko'rib qoldim. Buni aslida buni ham olib ketish kerak edi. Keyin yana bitta joyimiz ham bor edi. Adashmasamda mana bu joyimiz bor edi. Buni ham birgalashib olib ketgan edi. O'zi aslida meni xatoyim, to что yaqin ora buni ham olib ketishga harakat qilish kerak edi. Agar buni olib ketgan taqdirga 1/2,5 уже hozirda yurib bergan edi. Men xatoyim, meniki yana bitta minus, 3-chi minus bo'ladi. Shunaqa. Yevro NZD ga nima bor ekan? Bu yoqdan bizga hech narsa yo'q edi ishlashga. O'zim xato qildim ishlab. O'zimni xatoyim bo'lgan edi. Analiz bo'yicha yo'q. Tillo juda ham zo'r yurdi. 1/7 yurdi zonadan. Так что yana bitta plus, ikkinchi adashmasam plus. Yo, 3-chi, hisob kitob 1-iyundan boshlaymiz hisob kitob qilishda. Mana bu joydan ishlayman degandim, lekin keyin Telegramga ham ko'rsatdim, to что buni olmaguncha biz ishlamaymiz. Signal ham mana bu joydan signalda bergan edim. Tak, kumush ham
taklif qilgan edim. Taklifga kimdir za, kimdir protiv degan edi. No, hozirgacha 1/4 yurib bergan edi. Nechta plus, nechta minus men hisobga olmadim. Umumiy plusda biz. GBP GPI ozgina yetmadi. No, это GPI parallel o'zi shunaqa yuradi. A вот USD GPI ну, тоже birga yetdi, anchagina yurdi. Так что тоже tabrik. Yevro GPIga analiz yo'q edi. Shunday qilib, plus ham bor, minus ham bor. No, kecha o'zimni xatoim bo'yicha 2-3 ta minus bo'lgan edi. Yevro katdan ham, yevro NZdan ham o'zimni xatolarim. Tak, ладно. Endi esa analizimizga qaytamiz. Keyin qaranglar, bitta bunaqa taklif bor, nima deysizlar bilmadim. Eng minimum prop firmadan eng minimalniy 5000 mi, 2000 mi, 4000 mi qancha bo'lsa ham minimalniy shot olib, o'shani 100,000 shotgacha olib borishgan. То есть, misol uchun u qancha vaqt ketadi bilmadim, lekin misol uchun 5000 lik shot olamiz. Agarda o'xshasa ikkita etapdan o'tamiz, o'shani savdo qilamiz. Misol uchun 5000 dan yana 200-300 foyda qildik, plus bilan nasib foyda qila olsak, biz dальше misol uchun 10,000 lik yo 20,000 lik shotni olib, yana dальше 25,000 lik shotga yetadimi? Endi qancha yetadi bilmadim. Bundan agarda nasib o'tolsak va foyda qilsak, bundan уже 100,000 gacha borish, bunaqa niyat bor. Instagramga, Telegramga ko'rsatib. Nima deysizlar? Interes bormi, yo'qmi bunaqa narsani qilsam? Menga interesim borda, ну просто как variant Instagramga ko'rsatishga. Tak, ketdik. Mayli, analizni boshlaymiz. Indeks dollar dальше davomi pastga bo'ladi menimcha. Bu yoqdan bizga o'zgarish uncha ko'p emas. Bu yoqdan ishlaymiz. Bu yoqdan ishlaymiz. Boshqa variant yo'q. Yo bu yoqdan, yo bu yoqdan ishlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Boshqa variant ko'rmadim. Yevro USD, yevro USD, yevro USD. Tak. Bularni yo'q qilsak bo'ladi. Buni ham o'chirsak bo'ladi. Yevro USD da to же самое. Mana bu joyimiz bor. Mana bu joyimiz bor. Bu maydaroq ishlab berish ehtimoli bor. Mana bu joyimiz bor. Yo bu yoqdan ishlaymiz. Kecha yevro USD dan adashmasam ko'rsatib borgan edim. To что mana bunaqa joylarimiz qolib ketayotibdi. Bir yo'la, bir to'da qilib hammasini olib ketishga harakat qiladi. Xuddi shunaqa ham bo'lib qoldi ham. Tak, endi esa bu yoqqacha kelsa, mana bu zonalardan ishlab ko'ramiz. No, bu ham eng tepaga ketib qolishi mumkin-da, mana bu joygacha borib kelish mumkin. Juda ham yaxshi bo'laydi agarda bu yoqqa kelsa, bu yoqdan bayga olsak, долгосрочный ishlab ko'rishimiz mumkin bo'lar edi. Tak, mana bu kanallarni menga uncha yordam bermayapti. Men ularni o'chiraman. Tak. Bu yoqdan kanaldan ham chiqib ketgan уже hech narsamiz yo'q ishlab olishga. Buni o'chiramiz. Tak, ладно. Zona bor, zonamiz bor. Yaxshi. GBP USD. GBP USD yana o'sha holat. Tak. Riskli zona, ладно, qoldiray o'shani. Hozirchalik boshqa variantimiz ishlashga yo'q. Только tak. Out USD. Bularni o'chirayman bir. Qaranglar, mana bu joydan ishlab ko'rsa bo'ladi. Variantimiz bor. Mana bu yoqdan variantimiz borda, lekin uncha. Menga to'g'risi unchalik yoqmaydi. Buni 50 deb yozib ko'raman. Tak, хорошо, 50. Boshqa variant hozirchalik yo'q. Mana bu joylar qolib ketibdi. NZD USD kelmadi, olmadi. Bu yoqdan variant ham yo'q. Только mana bu joydan harakat qilib ko'rsa bo'ladi.
Analiz qolyapti. USD CAD тоже o'sha analiz qolyapti. Bu yerda yana bitta zona qo'shildi. Bizning uchun zonamiz bor. Ehtiyot bo'lamiz, mana buni ham birgalashib olib ketish mumkin. Bir yo'la qilib, buni ham olib ketishga harakat qilish mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Tak, bu zona qolib ketyapti bizning uchun. Agarda borsa. USD CHF bilasizlar, yomon ko'raman, savdo qilmayman bunga, no. Zonamizni chizib qo'yaylik. Zonamiz chizib qo'yaylik. Yo bu yerdan savdo qilishga harakat qilib ko'rishsak bo'ladi. Дальше yevro GBP. Bularni yo'q qilamiz. Yevro GBP ga ham qaranglar, yevro USD ga o'xshagan narsa bo'lgan edi. Bir zona qolib ketdi, ikki zona qolib ketdi, uch zona qolib ketdi, to'rt zona qolib ketdi. Buni hali olmadik. Bir yo'la hammasini olib ketishga harakat qildi ham, olib ketdi ham. No. Bunaqa ham bo'lib qoladi. Вот так вот. И mana bu joy ham bor. Mabodo bugun yana nimadir qilib berish mumkin, boshqacha kirish bo'lib qolishi mumkin. Agarda ruxsat bersa, ishlaymiz. GBP NZD. GBP NZD umuman yoqmayapti, to'g'risini aytsam. Yana bitta zonamiz qo'shildi. Bilmadim qanchalik ishlab beradi. No, qaraymiz. Если что, ishlaymiz. No, men buni kutib o'tirdim. Agarda bu yerdan chiqib ketsa, qaranglar, urovenda bu yoqqa juda ham katta ob'yomlar bor. Buni bir yo'la o'tib ketib, keyin yana davomi pastga bo'lib qolishi ehtimoli yuqori. Ehtiyot bo'lamiz. GBP out. GBP out. Ну, давайте mana bu joydan если что ishlab ko'ramiz. Bu joylarimiz bor, bu joylarimiz bor. Если что, bu yerdan ishlab ko'ramiz. Bunday qilib. GBP CAD. Yangi variant paydo bo'ldi. Men buni o'chiraydi. Naborot menga xalaq berishni boshladi. Flat holatda narsani ko'rib boraman. Bitta joyga уже 5 kun, 10 kundan beri yuribdi. Тоже yoqmayapti bular. No, ладно, zona bor, ishlab ko'ramiz. Euro out. Yana o'sha kanal minus qilamiz. Tak. Yurib berish ehtimoli bor, no kam. To'g'risini aytaman, kamroq. Yurib berish kerak. Bittagina mamnun qilib qo'yaylik, qoldiraylik 1/3. Yurib berish ehtimoli yuqori. Yurib berish ehtimoli bor. Yangi zona paydo bo'ldi. Mana bu joydan ishlab ko'rsak bo'ladi. Qolgani sell, bu yerdan yurmasa sellimiz uzoq joylarda. 1-2 zonamiz bor. Так что harakat qilib ko'rsak bo'ladi. EuroCAD yurishni boshlagan, yurishni beryapti ham 1/3 bunaqa bo'ladi. Mana bu zonani men prosta ko'rmay qolgan edim. O'z aslida o'shani ko'rishim kerak edi. Tak, buy variant qayerdan bo'lishi mumkin? Mana bu joydan ham tepa yurib olish ehtimoli bor, no strategiya, biz strategiya bo'yicha ishlaymiz. Отсюда как variant ko'ramiz. Zonalarimiz bor, zona bilan ishlashimiz mumkin. Euro NZD yana pastroq tushib bersa yaxshi bo'ladi. Buy zonamiz bor, sell zonamiz bor. Qaysi biriga kelib qolsa, o'sha yerdan ko'ramiz, ishlaymiz. Kamida 1/3. Tillajon. Tak, tillajon. Bu atroflardan turish tepaga ham ketib qolish ehtimoli bor, no? Mana bunday qilib qo'yaylik. Bizning uchun strategiya birinchi o'ringa turish kerak, strategiya bo'yicha ishlashimiz kerak. Da, sell variantda hozirchalik. No, давайте mana buni qo'yib qo'yaylik. No, variant 50 ga 50. Okay, bu yerdan scalp qilsa ham bo'ladi, maydaroq yurib berish ehtimoli bor. Da, все, boshqa variantimiz yo'q. Zonalarimiz bor, o'sha bilan ishlaymiz.
kumush chiroyligina yurib berdi bizaga foyda bilan. Tak, ehtiyot bo'lamiz. Ikkovini ham olib ketish ehtimoli bor, yo'q emas. Salgina pastroqqa tushib. Bu joydan ham harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Qaysidir joyga o'tirish kerak. Menimcha novostga o'tiradi qaysidir joyga. Yo tepa, yo pastga. GBP GPA. GBP GPA zonamiz bor edi, ishlab bermagan. Zonamiz bor edi, ishlab bermagan. Tak, dальше. Qilganimga kechirasizlar. Salgina tomoq ошибка berishni boshladi boka. Tak, zona bor. Qaysidir bilan ishlab ko'rsak bo'ladi. Дальше USD GPA. Тоже zo'rgina yurib bergan, buni yo'q qilamiz. Bu yoqdan Давайте birinchi GPA 225 ni ko'raylik-da. Zona yetib kelgan. Tak. Bu yoqdan hech narsani ko'rmayapman. Yo, shuni olib tepa. Bu yoqdan hech narsani ko'rmadim. Hozirchalik GPA bilan oldindan ham ishlamaganman, hozir ham ishlash to'g'risi yoqmaydi. Tek. Kesa sell buy zona bor. Euro GPA buyga zona bor. Ishlab ko'rsak bo'ladi, sell uchun zonamiz bor. Chiqib borib variant qilib berish mumkin. Bundan ehtiyot bo'lish kerak, ancha pastga ketib qolish mumkin ham. Shunday qilib, bo'ldi, bizning analizimiz tugadi. Hammaga omad tilayman, hamma sog' salomat bo'lsin va chiroyli take profitlarni tilayman. Xayr.